chaqimliklarni ko'ramiz, o'pdim. Mana shu turishi 10 ming so'mdan bo'pti. Mana buni 30 ming so'mdan ekan. Yong'og'u, magizu, hamma narsa bor. Mana bu magizlar 36 ming so'mdan ekan. Mana bunisi 52 ming so'm. Eng yaxshisi 80 ming so'm. Bodomni mag'izi 95 mingdan 150 minggacha bor ekan. Mana ko'ringlar, har xili bor. Mana bodomlar 70 ming so'mdan boshlanyapti, to 120 minggacha. Bozor har seshanba soat 5 dan 11 gacha bo'lar ekan. O'zbekistonning Xandon pistasi 175 ming so'm. 160 ming. Gajey 150 ming so'm. Yong'oqlarimiz chaqilingani 30 mingdan boshlanib 75 minggacha ekan. Mana shu yong'oqlar 22 mingdan bo'lyapti. Sizlarda turshak mayizlar necha puldan? O'shalarni ham aytvoringlar, menga qiziq bu juda ham. Mana bu ham 40 ming. Hozir ko'rsataman uni ham. O'rtoqlar, bozorga bo'lgan tashrifim yakuniga yetdi. Fikringlarni izohlarda qoldiringlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.